Trustbank xususiy aksiyadorlik banki 32 yillik faoliyati davomida tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat qaratib kelmoqda. Bu esa joylarda kichik va o'rta biznes subyektlari oshishi va yangi ish o'rinlari tashkil etilishiga zamin yaratmoqda. Xususan, Trustbankning mahalla bankirlari tomonidan joriy yildan boshlab bugungi kunga qadar 57 milliard so'mlik 301 mikroloyiha amalga oshirilishi natijasida 938 ta yangi ish o'rni yaratildi. Samarqand viloyatida esa 2026-yildan boshlab bugungi kungacha 68 ta mikroloyiha ro'yobga chiqarilishi natijasida 269 nafar fuqaro doimiy ishli bo'ldi. Samarqand tumani Qo'shmachit mahallasida istiqomat qiluvchi Bekzod Omonov 8 yildan buyon broiler tovuq go'shti yetishtirish bilan shug'ullanadi. Dastlab kichik xonadon xo'jaligi sifatida boshlangan faoliyat bugun Trustbankning moliyaviy ko'magida ancha kengaygan. Mahalla bankirining tavsiyasiga asosan unga bankdan imtiyozli kredit ajratilgan bo'lib, hozirda hududdagi 4 nafar yoshni ish bilan ta'minlagan. Trustbankdan bu ishlarimni kengaytirish maqsadida kattaroq summa kreditda olmoqchiman endi bu yog'iga. Endi davlat tomonidan bunaqa sharoitlar chiqarib bergan prezidentimiz. Rahmat albatta. Xodimlar yordam qilishyapti. Keyingi yilga xudo xolasa kattaroq summani olib, yana kengaytirmoqchiman. Endi esa Angor Olmos mahallasiga nazar tashlaymiz. Bu yerda yashovchi Qobiljon Yusupov Trustbankdan imtiyozli kredit olib, oilaviy tikuvchilik faoliyatini yo'lga qo'ydi. Natijada mahalladagi 10 nafardan ortiq xotin-qizlar doimiy ish bilan ta'minlandi. Parda tikish bilan boshlagandi. Keyin o'g'lim chetga chiqib ishlab kelganiga, shu o'g'lim ham shu yerga qolsin deb shu ishni boshlaganmiz. Shu yoshlarga nima demoqchiman? Endi chetga chiqmasdan ham shu yerga ishlasa bo'ladi. Kredit olib boshida qiyin bo'ladi. Hatto ikkita rulon bilan boshlaganmizda ishimizni. Keyinchalik asta-asta shu kreditni olib, material tikib, nima qilib, hozir ishimiz ancha yaxshi bo'lib ketyapti. Navbatdagi manzil Jonboy tumani. Bolalar tagliklari, quruq va nam salfetkalar ishlab chiqaruvchi Samarqand Finance Invest mas'uliyati cheklangan jamiyat ham Trustbank moliyaviy ko'magidan foydalanib, o'z tadbirkorligini kengaytirgan. Kredit mablag'lari evaziga yangi uskunalarni xarid qilib, mahsulot ishlab chiqarish turlarini ko'paytirgan. Shu bilan birga eksport hajmi ham sezilarli darajada oshgan. Eng muhimi, hududdagi ishsiz yoshlarning bandligi ta'minlangan. Bundan 7 yil oldin ish juda kam edi. O'zbekistonimizda xudoga shukr, hozir har bitta mahallalarda mana shunaqa ishlab chiqarish zavodlari ko'payapti va bu bizga o'xshagan uyda o'tirgan ayollar uchun qulay sharoitlar yaratib bermoqda. Buning uchun albatta yurtboshimizga kattakon rahmat aytamiz. Yana bir jihat, mahalla bankirlari mahalladagi aholining ehtiyojlarini, bandlik va daromad manbalarini o'rganib, zarur taklif va tavsiyalarni bermoqda. Natijada aholining biznes g'oyalari yirik loyihalarga aylanib bormoqda. Bizlar hozirgi kunda mahallada fuqarolarga kreditlar ajratish, ularni og'irini yengil qilish, ularni ish bilan ta'minlashga o'zimiz hissamizni qo'shib kelyapmiz. Jumladan Samarqand tumani va Payariq tumanlarida korxonalarga bankimiz tomonidan kredit mablag'lari ajratib, ish faoliyatini oshirishda yordamlashyapmiz va shu bilan mahallada yurgan yoshlarga ish bilan ta'minlashga ko'maklashyapmiz. Sutni qayta ishlash va sut mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi O'zbegim Agro O'zbekiston Germaniya mas'uliyati cheklangan jamiyati 14 yildan buyon xalqimizga o'z mahsulotlarini yetkazib kelmoqda. Trustbankning mahalla bankiri tavsiyasiga ko'ra, hududdagi 10 nafardan ortiq yoshlar mazkur zavodga ishga qabul qilinib, oylik maosh bilan ta'minlandi. Mahalla bankiri bilan birgalikda shu yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasi bo'yicha kredit olishni Trustbank bilan rejalashtirib, shu ish o'rinlarini ko'paytirib, ko'proq sut mahsulotlarini xalqimizga yetkazib berishni reja qilganmiz. Muxtasar qilib aytganda, Trustbank hududlarda aholi farovonligini oshirishga, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali yangi ish o'rinlari yaratilishiga, ko'plab oilalarning barqaror daromad manbaiga ega bo'lishiga bel bog'lagan. Zero Trustbank tadbirkorlarga hamkor.